Bugün Gorner sxemasını kıskaçarak etip mevzu şeklinde tushuntirib berjekman. Çünkü milliy sertifikatta Gorner sxeması orqali ko'paytuvchilar ajratib ishlanadigan misollar tushib turibdi. Ko'rib turibmiz. Demak, o'zi Gorner sxeması o'zi nima uchun kerak? Odatda ko'paytuvchi ajratish uchun ishlatamiz. Demak, shu ko'paytuvchi ajratib bilganimizdan keyin biza tenglama va tengsizliklarni ham yechsak bo'ladi. Quyidagi misollarda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi misolimiz shu ko'paytuvchi kasini qisqartirish kerak. Buni ko'rib turamiz. Depasi bilan pasi ko'p xat va kub darajali. Buni ko'paytuvchilar ajratish uchun demak Gorner sxemasidan foydalanamiz. Demak, depadagi ko'p xatni yozadigan bo'lsam, Gorner sxemasini shab ishlatamiz. Koeffitsiyentlarni tushib chiqaman. X kubni oldinda 1 bor. 1 ni tushdim. X kvadratni oldindagi 5 ni tushaman. X ni oldindagi 3 ni va ozod xat -9 ni tushaman. Endi shu ozod xatni bo'luvchilarini birma-bir tekshirib chiqaman. Masalan, 1 ni tekshirib ko'ramiz. Ibera 1 deymiz. Ibera har doim shu 1 ni o'zi tushadi inobi. Inobera ne tushamiz degan savol. Demak, 1 ni 1 ga ko'paytirib, inobi 5 ni qo'shamiz. Demak, 1 1. 1 5 ni qo'shsak 6. Bir ham xuddi shu tartibda faqat 1 ni 6 ga ko'paytiramiz 6 va 3 ni qo'shamiz 9. Inobera ne tushamiz? 1 ni 9 ga ko'paytiramiz 9. Bunga -9 ni qo'shsak albatta 0. Ishida 0 qolgani kerak mana. Demak 0 qoldi. Endi ko'paytuvchilarga shab ajrataman. X -1 deyman. Bu 1 nedan keldi? Inobi 1 u. Xo'p, ikkinchi qavsni ochaman. Inobi 1 degan koeffitsiyentning yanına x kvadrat qo'yaman. 1x kvadrat, bu 6 ni yanına x qo'yaman. Plus 6x plus bu 9 demek ozod xat. Xo'p, bu bo'ladi x -1 x plus 3 ni kvadrati. Birinchi, ya'ni suratdagi ko'p xatimizni ko'paytuvchilar ajratdik. Endi maxrajdagiga o'tamiz. Maxrajdagi x kub plus x kvadrat minus 5x plus 3. Buni ham xuddi Gorner sxemasida depadagidan ajratib chiqadigan bo'lsak, demak x kubni elde 1, x kvadratni elde 1, x ni elde -5 va ozod xat 3. 1 ni tekshiraman bundan 1 1 1 1 1 1 ni qo'shsak 2 1 2 2 -5 ni qo'shsak -3 1 -3 -3 bu 3 ni qo'shsak albatta 0. Demak ajraldi bu. Ya'ni x -1 x kvadrat, yine bunun yanına x kvadrat koydum. Yanına x plus 2x minus 3. Demek ikinci kaosumuz endi bunda kvadrat 3 xatni ko'paytuvchi ajratish qoidasi bo'yicha ajrataman. Ya'ni diskriminant topaman. İldisteğinde diskriminantım 4 çıkadı. Hop x1 minus 2 plus 4 bölün 2 1 x2 minus 3 bo'ladi. Demek bu ko'p xatimiz x minus 1 x minus 1 ve x plus 3. Yani x minus 1'in kvadratı x plus 3 ekan. Ana endi yine bu depadadir. Bu pastdadir. Bo'ladigan bo'lsak x minus 1 bilan x minus 1'ni birisi ketadi. X plus 3 bilan x plus 3 ketadi ve natija nima bo'lib qoladi? Depada x plus 3 kaldı. Pastda x minus 1 kaldı. İkinci misolimiz tengsizlik berilgan. Quyidagicha. Demak, bu tengsizlikni eng kichik manfiy yechimini toping deb turibdi. Albatta buni yechish uchun demak men buni ko'paytuvchilar ajratib olishim kerak. 4x kub plus 4x kvadrat minus 21x plus 9 kichikka teng 0. E'tibor beramiz shu o'rinda bir narsaga. Gorner sxemasini ishlatish uchun bu eng yuqori darajali xatni oldindagi koeffitsient bizda 4 ku. Yine şu 1 bo'lishi kerak. Demak, bu 4 ni yo'qotishim uchun men belgilash kiritishim kerak. Ya'ni biror sonni kubini aytkazishim kerak 4 ni. Demak, buning uchun tengsizlikni 2 ga ko'paytirib chiqaman. 8x kub 8x kvadrat minus 42x plus 18 kichikka teng 0. 2x ni a deb belgilab olaman. Demak, bu bo'ladi a kub plus 4x kvadrat olsa 2a kvadrat minus
42x'imiz bo'ladi 21a plus 18. Görüp turganımızdan a kub yine eldindeki koefisiyentini 1'e düşürdük. Şimdi görünüş schemasını işletelim olsam koefisiyentlerini düşüp çıkaman 1, 2, minus 21 ve 18. Birden başlayıp tekşiremem. Demek 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2 minus 21'ini koysak minus 19 ve minus 19 plus 18 minus 1. Nöl gelmedi. Nöl yeni gerek bana. Demek 2'ni tekşiremem. 1, 2, 1, 2. 2'ni koysak 4, 8, 8'den 21'ini alsak minus 13, minus 26 plus 18 demek minus 8 mi? Nöl gelmedi. 3'ünü tekşiremem. 1, 5, 15'ten 21'ini alsak minus 6 ve 3'ünü minus 6'a köpəytirib 18'ini koysak cıvıladı 0. Demek geldi yine. Köpəytürücü hazır atamayındı. A minus 3. Bunun yanına a kvadrat koyamam. Bunun yanına a koyamam. Plus 5a minus 6. Kiçik 2'den 0. İkinci köp xadimdən köpəytürücü hazır atadılmasam diskriminantı. Demek ilisteyinde diskriminant 7. Şunda a1 1. a2 ise minus 6 boladı. Demek a minus 3. A minus 1. A plus 6. Küçük 2'den 0. Şimdi beyanlı. Köpçilik biledim. Minus 6, 1 ve 3. İntervalları ajrataman işaralı plus minus plus minus oldu. Ve bizden menfi işaralı intervalını sorat tuttu. Demek en küçük bütün, en küçük menfi geçimi şunda. En küçük menfi geçimini tapın. En küçük menfi geçimi yok ekan bunu. Çünkü bana çeksiz getiverdi. Minus çeksizlikə qarab getiverdi. En küçüsünü tapıp bilimiz. En katta menfi geçimi boğanda eğer minus 6 boğan bular edi.